Daholar o'zining dahshatli kuchi bilan doim odamlar qalbini titratib kelgan. Bu esa o'z-o'zidan ularning ovlanishiga olib keladi. Ko'p o'tmay butun boshli ajdaholardan faqat bittasigina tirik qoladi. U hayotidagi so'nggi maqsad qilib odamlardan qasos olishni tanladi. Bor kuchi bilan harakat qilmasin odamlarning soni ko'pligi sababli u mag'lub bo'ldi. Ammo ko'z oldi qorong'ilashib borarkan, u qandaydir ovozlarni eshita boshladi va bu bizni mutlaqo yangi boshlanishga olib keladi. Qarang, odamlardan shunchalik nafratlangan o'sha qudratli qizil ajdaho oddiy bir chaqaloqning tanasida qayta tug'iladi. Otasi tomonidan erkalatib, mehr ko'rayotgan ojiz bir chaqaloq. Albatta, qandaydir odam uni shunday bemalol ko'tarib turishi bizning qahramonni qattiq g'azablantiradi. Lekin uchishga qanotlari, hujum qilishga tirnoqlari bo'lmagach, bu kichkintoy faqat qo'lchalarni ojizlarcha silkitishdan nariga o'tolmasdi. Bu mitti qotil mashina tinmay g'ing'illab, nihoyat o'zining eng kuchli zarbasini dushmanlarni kulga aylantiruvchi o'sha mashhur kuydiruvchi ajdaho nafasni ishga solish vaqti keldi deb qaror qildi. Yoki u shunday deb o'yladi. Chunki bu mitti chaqaloqning qo'ldan kelgan yagona narsa otasining yuziga puf qilib tupurib yuborish bo'ldi. Ha, qizil ajdahoning o'sha afsonaviy nafasi oddiygina tupkdan boshqa narsaga yaramay qoldi. Bizning kichkintoy esa sehri qayerga g'oyib bo'lganini tushunolmay shokda edi. Keyin esa ajdaho o'zining so'nggi bo'lsa, agar o'zingni yaxshi tutmasang adabingni berib qo'yadigan qattiq qo'l ona bilan to'qnash keldi. Hatto qizil ajdaho ham bu ayolning g'azabidan cho'chib ketdi. Lekin ona faqat uning yuzini silab, unga yangi ismini Reyni eslatdi. Qudratli qizil ajdaho uchun bunday oddiy ism ochiqchasiga haqorat edi. U hozir mitti va ojiz bo'lishi mumkin, lekin oldingi hayotida umuman bunday emasdi. Shu bilan birga Rey qayta tug'ilish imkoniyatidan xursand edi. Axir endi u o'z qardoshlarini qirib tashlagan yovuz odamlardan qasos olishi mumkin edi. Ichidagi yovuzlikni uyg'otib ajdaho butun insoniyatni yo'q qilishga qasamyod qildi. U o'z yoshiga nisbatan xuddi telbalardek kulayotgan bir paytda otasi bu dunyoga qanaqa to'polonchi chaqaloqni keltirdik ekan deb o'ylana boshladi. Baribir bu ota-onasining uni osmon qadar yaxshi ko'rishini o'zgartirmasdi. O'zining mitti chaqaloq ovozi bilan o'lim tahdidlarini g'uldirarkan, uni birdan uyqu bosdi. U hali o'zini qimirlatishga ulgurmasdan allaqachon uxlab qolgandi. Uyquga ketishdan oldin Reyning so'nggi o'ylagan narsasi odamlarning chidamliligi qanchalik pastligi haqida bo'ldi. Kadr Reyga ko'chadi. U biroz ulg'aygan va inson hayotini his qilmoqda edi. Oila davrasida yashagan qisqa vaqt ichida u ota-onasi haqida ko'proq narsalarni bilib oldi. Scarlett va Jake unga mehr va muhabbat bilan g'amxo'rlik qilishardi. Onasi har tomonlama go'zal ayol, otasi esa baquvvat qaddi-qomati bilan uning hurmatini qozongandi. Rey qishloqdagilarning uning oilasi bilan qanday muloqot qilishlarini ko'rdi. Ular doim bir-birlariga katta hurmat bilan munosabatda bo'lishar, qilichbozlik mahoratlarini maqtab qo'yishardi. Aynan shu yerda u sarguzasht talablar haqida ham bilib oladi. Mitti ajdaho chaqaloq ovqat so'rab, onasining e'tiborini tortish uchun uning oldiga emaklab bordi. Bu oddiygina harakat qishloqdagilarni shok qilib qo'yadi. Axir ular o'ziga nima kerakligini biladigan bunaqa aqlli chaqaloqni umrlarida ko'rishmaganda, qizig'i odamlar bolakayning ota-onasiga umuman o'xshamaydigan g'alati qizil sochlariga darrov e'tibor qaratishadi. Otasi esa Reyning sochlari bir necha kun oldin o'z-o'zidan qizarib qolganini tushuntiradi. Bizning mitti qotil mashinamiz uchun bu zo'r yangilik edi, chunki u tez orada kuchlari qaytishiga ishonch komil bo'ladi. Eng qizig'i, mehmonlar uydan chiqib ketayotganda Rey ularning qizil sochlar haqidagi g'iybatini eshitib qoladi. Ular bu oila la'natlangan bo'lishi mumkin deb o'ylashardi va bu gaplar mitti vayronagarchilik ajdahosini o'zining dahshatli aurasidan g'ururlanishiga majbur qiladi. Lekin negadir bu aura uning ota-onasiga umuman ta'sir qilmasdi. Ular uni xuddi beozorgina kichkintoydek erkalashda davom etishardi. Oldingi hayotida haqiqiy ajdaho bo'lgani uchun bizning mitti qahramonimiz ovqatni xuddi yovvoyilardek yeb, atrofni dabdala qilib tashlaydi. Lekin eng qizig'i, u ota-onasining asabiga tegishga qanchalik urinmasin yoki otasining yuziga qarab hojatini chiqarib qo'ymasin, ular baribir unga mehribonlik qilishardi. Bu ikki inson uni hammadan ham ko'proq yaxshi ko'rar, ajdaho umrida ko'rmagan mehrini berishardi. Qudratli ajdaho uchun esa bu oila bilan yashash haqiqiy do'zaxning o'zi edi. Aytgancha, bu dunyoda sarguzasht talablar juda kam uchrashi ma'lum bo'ladi. Reyning onasi esa hatto sehrgar ham bo'lgan ekan. Bu umuman noyob holat. Ajdaho bolakay agar kelajakda dunyodagi eng kuchli sehrni, ya'ni o'zining ajdaho kuchlarini qaytarib olsa, qasos olish ancha osonlashishini tushunib yetadi. Vaqt o'tib Rey 2 yoshga to'ladi. Bu yoshda har bir bola sehrgarlik sinovidan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi va bugun Rey o'zida mana energiyasi bor yo'qligini tekshirib ko'radigan kun keldi. Jake ularga omad tilab xayrlasharkan, Rey onasining bag'riga yopishib oladi va ular ot aravada yo'lga tushishadi. Keyin bolakay o'zicha o'ylaydi.
o'ylaydi. Qizil ajdahoning reinkarnatsiyasi va kuchli sehrgarning avlodi bo'la turib, bu sinovdan o'ta olmasligi mumkin emas. Agar u o'z sehrini tiklay olsa, uning eng cho'qqiga chiqishdan hech kim to'xtata olmaydi. Birozdan so'ng ular shaharga yetib kelishadi. Qizil sochli qahramonimiz mazza qilib uxlab turgach, kerishib oladi va uni bittagina narsa, bu zaif inson tanasi xavotirga solayotganini o'ylaydi. Scarlett uni gavjum markaziy bozor bo'ylab ko'tarib yurarkan, Rey atrofni kuzatadi. Sarguzasht talablar qandaydir yuqori sifatli maxluq kristallarni sotish bilan ovora edi. Shu payt bir tilanchi sarguzasht talablardan birining oldiga kelib, ovqat so'raydi, lekin u tilanchini tepib yuborib, ishiga xalaqit bermaslikni aytib haydaydi. Odamlar tilanchining qanchalik bechoraligini o'ylab turgan bir paytda, bularni kuzatib turgan Rey o'zicha xulosa qiladi. Ular hammalari odam bo'lsa ham, baribir bir-biriga past nazar bilan qarashadi va o'zidan zaiflarni kamsitishadi. U ajdaho bo'lgan oldingi hayotini eslaydi. O'shanda u zaiflarni himoya qilish o'zining burchi deb bilgan va buning uchun tinmay harakat qilgandi. Lekin oxir-oqibat baribir hammasi besamar ketgandi. Xotiralardan chalg'ib, ular nihoyat sehrni baholash uchun Roland akademiyasiga yetib kelishadi. U yerda ismlari chaqirilishini kutib turgan uzundan-uzun navbat bor edi. Rey o'z navbatini intiqlik bilan kutarkan, atrofga qarab, sinovdan o'tolmagani uchun yig'lab yuborayotgan bolalarni kuzatadi. Bolalardan biri bu adolatsizlik deb baqir-chaqir qila boshlaganda, bizning ajdaho bolakay uni ahmoq deb ataydi va bu dunyo doim adolatsiz bo'lib kelganini o'ylaydi. Birozdan so'ng onasining qo'lida xotirjam tortadi va nihoyat uning navbati kelib Rey Talon deb chaqirishadi. Sehrgar Reyni chaqirib onasiga o'g'lining qo'llarini kristal sharga qo'yishini aytadi. Uning tushuntirishicha, agar bolada sehr qobiliyati bo'lsa, kristal porlaydi va nurining rangi uning qaysi elementga moyilligi borligini ko'rsatib beradi. Bolakay qudratli qizil ajdaho ekanligi bilan hammaning jag'ini tushirib yuborishini kutib, hayajon bilan qo'llarini kristal sharga qo'yadi. O'ziga ishongan holda, u kristalning porlashini kutadi va ajdaho sifatida barcha turdagi sehrlarni mukammal bilishini o'ylaydi. Lekin to'satdan Scarlett yig'lab yuboradi. Bolakay onasining yuzidan yosh oqayotganini ko'radi. Rey shok holatiga tushib, onasi uning sehridagi dahshatli iqtidordan hayratda qoldimi yoki o'zi bilan bir xil elementga egaligidan xursand bo'lib yig'layaptimi deb o'ylaydi. Ammo kristal shar umuman porlamayotganini ko'rgach, hayollari chil-parchin bo'ladi. Ana xolos. Aynan shu payt qari sehrgar uning orzularini chil-parchin qilib, Reyda umuman sehr qobiliyati yo'qligini aytadi. Buni eshitgan kichkintoyimiz shok holatga tushib qoladi. Axir oldingi hayotida eng kuchli qizil ajdaho bo'lgan-ku. Sehrsiz ajdaho bo'lishi umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Scarlett o'z quloqlariga ishonmay sehrgardan qayta so'raydi. Axir u o'zi ham xuddi shu akademiyani bitirganda, lekin g'azabdan yorlay deb turgan Rey qariya adashyapti va bu ahmoqona shar buzilgan deb o'ylab, mitti qo'lchalari bilan kristalni ura ketadi. Sehrgar esa sharni darrov tortib olib, qo'ldan hech narsa kelmasligini aytadi. Lekin qariya ajdahoning g'ururiga qattiq tegib qo'ygandi. Jahlga mingan bolakay so'rg'ichini tupurib yuborib, bu chol uning sehr hukmdori ekanligini bilarmikin o'zi deb o'ylaydi. Qahramonimiz g'azablanib, qariyaning uzun soqoli va mo'ylovdan torta boshlaydi. Uning fikricha, bu sehrgar ataylab yolg'on gapirib, onasini aldamoqchi va uning qobiliyatini yashirmoqchi edi. Scarlett vahimaga tushib o'g'lini to'xtatishga urinadi. Lekin Rey xuddi telbalardek cholning soqolini yulishda davom etardi. Axir u sehr haqida hamma narsani biladi-ku. Ajdaho bo'la turib bunda sehrga qobiliyat yo'qligi umuman aqlga sig'maydigan narsa. Afsonaviy ajdaho qayta tug'ilgandan keyin sehrni ishlata olmasligi bu shunchaki kulgili holat. Aravada uyiga qaytisharkan, Rey taqdirini ko'p odamlarni o'ldirgani uchun jazolayapti deb o'ylaydi. Lekin agar baribir jazolaydigan bo'lsa, qayta tug'ilishdan nima foyda? Shu payt uning kallasiga zo'r fikr kelib qoladi. Qahramonimiz taqdirini shunchaki sinovdan o'tkazyapti degan xulosaga keladi. Demak, agar u sehrgar bo'la olmasa, qasos olishning boshqa yo'lini topish kerak. Keyinroq kechki ovqat paytida Rey otasiga qarab, chala-chulpa so'zlar bilan unga jang qilishni o'rgatishni so'raydi. Jake o'g'li mendan qilichbozlik o'rganmoqchimi deb hayron bo'lib turganda, bizning bolakay o'zicha reja tuzadi. Sehr ishlata olmasa ham kuchli qilichboz bo'lib, insoniyatdan qasos olish orzusiga baribir yetadi. Keyingi sahnada biz biroz ulg'aygan Rey va unga qilichbozlikni o'rgatayotgan otasi Jake'ni ko'ramiz. Lekin qasos olish olovi o'ylaganchalik oson yonmasligi ma'lum bo'ldi. Qahramonimiz oxirgi 2 yil davomida otasidan qilichbozlikni o'rganayotganini, ammo biror marta ham uni yenga olmaganini aytib beradi. Jake va o'g'li yog'och qilichlar bilan shug'ullanayotgan bir paytda Rey qilichini shaylab, bu safar otasini aniq yengishga ahd qiladi.
qiladi. Otasining harakatlarini diqqat bilan kuzatarkan, bizning bolakay bitta narsani tushunib yetadi. Jeyk qilichini pastga tushirgan ayni o'sha soniyada imkoniyatdan foydalanib uning biqiniga zarba berishga